iqoma bepul. Hurmatli do'stlar, Smart Edudan yana bir ajoyib aksiya. Ya'ni o'tgan yili Smart Edu orqali talabalik maqomini qo'lga kiritgan mijozlarni bu yil uzatmasi, ya'ni aynan mana iqoma izni bir yilga berilgan bo'lsa, ikkinchi yilga uzatma qilish kerak bo'ladi va tabiiyki bu uzatmada ham albatta xarajatlar bo'ladi. Aynan mana shu xarajat va xizmatlarni Smart Edu o'z zimmasiga olyapti va buni mijozlarga sodiq qolgan holda, demak, mana shunday aksiyalarni e'lon qilishdi. Bu aksiyani birinchi mijozi esa mana yonimizda o'tiribdi, Afruzbek, demak, o'tgan yili Atlas universiteti talabasi bo'lganlar, mana orange kartlari qo'limizda turibdi. O'tgan yili Smart Edu orqali Atlas universitetiga qabul qilindi. Hozirlik kursida 1 yil o'qib, Tomer sertifikatini qo'lga kiritdim. Bu yildan o'zimiz sohamda bakalavr o'qishni boshladim. Afruz, qaysi sohani tanlagansiz? Mani soham hozirda IT yo'nalishi, ya'ni kompyuter. Albatta. Bugungi zamonaviy kasblardan IT sohasida demak mutaxassis bo'lmoqchisiz va zamonaviy biznesda o'zingizni karyerangizni qurish niyatingiz bor, to'g'rimi? Bu niyatlaringizga yetishingizda Smart Edu jamoasi, qolaversa shaxsan o'zim ham boshlar omad tilaymiz. Azizlar, yuqorida aytganimdek yana bir bor ta'kidlayman, Smart Edu yangi aksiyasi 2025-26 o'quv yili uchun uzatma qilayotgan Smart Edu mijozlari uchun iqoma bepul. Shunday ekan, shoshiling. Smart Edu sizning xizmatingizga va og'ringizni yengil qilishga hamisha hozir.